Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan biz amaliy matematika 1 nomli fanini boshlaymiz. Bugungi birinchi mavzuyimiz matrica tushunchasi. Biz bu mavzuda quyidagi rejalar bo'yicha mavzuni olib boramiz. Birinchi rejamiz matrica tushunchasi, ikkinchi rejamiz matrisalar ustida amallar. Avvalo matrica tushunchasiga ta'rif beramiz. Birinchi ta'rif: m-ta satrli va n-ta ustunli jadval mn o'lchamli matrica deyiladi. Jadvaldagi sonlar matrica elementlari deyiladi. Mana quyida shu jadval keltirilgan: A11, A12 va hokazo A1n va hokazo. Bu yerda AIJ deb qisqa qilib matritsani belgilaydigan bo'lsak, I shu jadvaldagi elementlarning satr tartib raqamini bildiradi, J esa ustun tartib raqamini bildiradi. Bu jadvalimizda I 1 dan m gacha o'zgaradi, J esa 1 dan n gacha o'zgaradi. Endi matritsani turlarini ko'rib chiqamiz. Demak, hozirgi matritsamizda n ta ustun, m ta satrga ega bo'lgan matrica edi. Xususan agar bitta satrdan iborat bo'lgan matrica bo'lsa, mana quyida ko'ryapmiz B matritsani. B barobar B1, B2 va hokazo Bn. Satr matrica deyiladi. Agar faqat bitta ustundan iborat bo'lgan matrica bo'lsa, ustun matrica deyiladi. Mana bu yerda keltirilyapti S barobar ustun shaklda S1, S2 va hokazo Sn. Ustun va satrlar soni teng bo'lgan matrisalarda kvadrat matrica deyiladi. Quyidagi D matrica kvadrat matrisaga misol bo'ladi. Matricadagi muhim tushunchalarni ko'rsatib o'tamiz. Matrisaning A11, A12 va hokazo AMN elementlarini esa bosh diagonal deyiladi. Va yordamchi diagonal deb A1n va hokazo AMN unga qarama-qarshi bo'lgan diagonalni aytiladi. Bosh diagonal elementlari 0 dan farqli bo'lib, qolgan elementlar hammasi 0 ga teng bo'lsa, bunday matritsani diagonal matrica deyiladi. Mana quyidagi A matrica diagonal matrica. Bosh diagonal elementlari 1 ga teng, qolgan elementlar 0 ga teng bo'lsa, birlik matrica deyiladi. Buni E matrica deb belgilanadi. Barcha elementlar 0 dan iborat bo'lgan matrica esa 0 matrica deyiladi. Q harfi bilan belgilanadi. Endi matrisalarning tengligini ta'riflaymiz. O'lchamlari bir xil bo'lgan A va B matrisalar barcha elementlari mos ravishda teng bo'lsa, bunday matrisalar teng matrisalar deyiladi va A teng B ko'rinishda yoziladi. Mana bu yerda A matrisa va B matrisa berilgan, o'lchamlari bir xil. M ta satrdan va n ta ustundan iborat ikkalasi ham. Va AIJ teng BIJ tenglik bajarilsa, u holda bu matrisalar teng matrisalar deyiladi. Keyingi ta'rif: o'lchamlari bir xil bo'lgan A va A' matrisalarning barcha elementlari uchun AIJ teng A'Ji tenglik bajarilsa, A' matrisaga A matrisa uchun transformlangan matrica deyiladi. Quyida mana A matrisa berilgan, yonida esa A' matrisa berilgan, A' esa A matrisaga transformlangan matrica. Ya'ni A matrisaning ustunlari A' matrisada satrlarga aylantirilgan, o'rinlari almashtirilgan. Misol ko'ramiz mana. Quyidagi A matrisaga transformlangan matritsani yozing. A matrisa elementlari 1, 5, 7, 3, 9, 1 satrlari bo'lsa, A' esa birinchi satrda birinchi ustun quvolik A''da, A matrisaning ikkinchi satrini A''da ikkinchi ustun quvolik. Bu esa transformlangan matrica bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, bu matrisalar o'zaro teng emas. Keyingi ta'rif: A' matrisa A matrisaning transformlangan matritsasi bo'lsa va A teng A' shart bajarilsa, A matrisa simmetrik matrica deyiladi. Demak, transformlangan matrica bo'lishi mumkin, ular teng bo'lmasligi ham mumkin. Agar transformlangan matritsani o'zi teng bo'lsa, demak simmetrik matrica deyiladi. Demak, simmetrik matrica uchun u kvadrat matrica bo'lishi kerak. Kvadrat matrica bo'lmasa, transformlangan matrisaning o'lchami o'zgarib ketadi.
Misol, quyidagi matrisa simmetrik matrisa bo'la oladi. A matrisa. Mana ko'rinib turibdiki, birinchi ustunni birinchi satr qilsak, ikkinchi ustunni ikkinchi satr, uchinchi ustunni uchinchi satr qilsak va hosil bo'lgan matrisa transponderli matrisaga teng bo'lyapti. Endi matrisalar usti amallari. Matrisalar ustida qo'shish amalini, songa ko'paytirish amalini va matrisani matrisaga ko'paytirish amallarini ko'rib o'tamiz. Ta'rif: o'lchamlari bir xil bo'lgan A va B matrisalarning yig'indisi deb shunday S matrisaga aytiladiki, uning barcha elementlari mos ravishda mos elementlarning yig'indisidan iborat bo'ladi. Mana quyida A va B matrisalar berilgan, o'lchamlari bir xil. S matrisa esa bu matrisalarda mos elementlarning yig'indisidan iborat bo'lyapti. Shunga misol ko'ramiz. Mana 3-tartibli kvadrat matrisalar berilgan, A va B matrisalar. Ularning yig'indisini topish uchun mos elementlarni qo'shyapmiz. Mana A11, B11 elementlarining o'rnida 1 va 2 lar turibdi, ularni qo'shyapmiz. Va natijada A va B matrisalarining yig'indisi hosil bo'ldi. Misol, quyida berilgan A va B matrisalarining yig'indisi bo'lgan S matrisani toping. Bularni endi mustaqil ravishda o'zingizlar hisoblab topasizlar. Keyingisi, quyida berilgan A va B matrisalarining yig'indisi bo'lgan S matrisani toping. Bu matrisalarni yig'indisini topib bo'ladimi yoki qo'shish mumkin emasmi? Ularni ham mulohaza qilib ko'rasizlar. Ta'rif: A matrisani lambda songa ko'paytmasi deb shunday S matrisaga aytiladiki, S matrisaning barcha elementlari mos ravishda A matrisaning elementlarini shu lambda songa ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Mana A matrisa berilyapti. S esa A ni lambdaga ko'paytirilganiga teng va matrisaning barcha elementlari shu lambda songa ko'paytirilyapti. Misol, mana berilgan A matrisani 3 soniga ko'paytiring. A matrisa berilyapti. 3A ni topish uchun matrisaning har bir elementiga 3 sonni ko'paytirib, yig'indini hisoblab topyapmiz. Keyingi misol, quyida berilgan A va B matrisa uchun A-3B matrisani hisoblang. Demak, B matrisani avvali 3 ga ko'paytira olamiz. Hosil bo'lgan matrisani esa A matrisidan ayirib, buni natijasini chiqaramiz. Keyingi misol, quyida berilgan A matrisi uchun A+2E matrisani hisoblang. Buni mustaqil bajarasizlar. Bu yerda E degani birlik matrisa, bu yerda ikkinchi tartiblik matrisa kelayotganligi uchun birlik matrisani ikkinchi tartiblik matrisaga olib, uni 2 ga ko'paytiramizda A matrisiga qo'shib natijani chiqariladi. Keyingi ta'rif: AMP va A teng AEG va BPN teng BEG matrisalarining ko'paytmasi deb shunday SMN teng SEG matrisiga aytiladiki, uning SEG elementlari ushbu yig'indilar kabi aniqlanadi. Bu formulani misollar qo'llaganda yana ham mukammalroq tushunib boramiz. Shunday qilib, A va B matrisalari uchun P teng K, ya'ni A matrisaning ustunlar soni B matrisaning satrlar soniga teng bo'lgandagina ularning ko'paytmasi mavjud bo'ladi va A ko'paytiruv B kabi belgilanadi. Bunda AB teng SMN matrisaning satrlar soni n, birinchi A ko'paytiruvchi matrisa ustunlar soni n esa ikkinchi B ko'paytiruvchi matrisa orqali aniqlanadi. Bundan tashqari AB ko'paytma matrisaning SEG elementi A matrisaning I satr elementlarini B matrisaning J ustundagi mos elementlariga ko'paytirib, hosil bo'lgan ko'paytmalarni qo'shish orqali hisoblanadi. Bu satrni ustunga ko'paytirish qoidasi deb ataladi. Masalan, A3-2 va B2-2 matrisalar berilgan. Bu yerda M 3 ga teng, PQ 2 ga teng, N esa 2 ga teng bo'lgani uchun ularning ko'paytirmasi mumkin va ko'paytma matrisa AB teng S 3-2 quyidagicha bo'ladi. Mana biz o'sha qoidaga ko'ra S 3-2 matrisani hisoblab topib natijani chiqardik. Matrisalar ko'paytmasi uchun AB BA ga teng bo'lmaydi, ya'ni kommutativ qonuni o'rinli bo'lmaydi. Masalan, A va B matrisalar quyida berilgan.
Ular uchun A, B ni hisoblab ko'rib va B, A matrisalarni hisoblab ko'rib, bunga ishonch hosil qilishlari mumkin. Mana qo'yinglar, A matrisani B matrisiga ko'paytiryapmiz, natija chiqyapti. Va keyin B matrisani A matrisiga ko'paytirishlik natija chiqyapti. Bu matrisalar esa teng emas. A, B, C matrisalari va X, Y haqiqiy sonlar uchun quyidagi qoidalar to'g'ri. Ya'ni A plus B teng B plus A. Qo'shishning o'rni almashtirish qoidasi va guruhlash qoidasi. A plus K teng K plus A teng A. Ya'ni A matrisaga 0 matrisani qo'shsak yoki 0 matrisani A matrisiga qo'shsak, A matrisani o'zi kelib chiqadi. X ko'paytiruv YA teng X Y A qoida o'rinlik. X ko'paytiruv A plus B teng X ko'paytiruv A plus X ko'paytiruv B qoida o'rinlik. X plus Y A teng X A plus Y A. Bu yerda A, B'lar matrisalar, X, Y'lar esa haqiqiy sonlar. Demak, quyida nazorat savollari berilyapti. Shu savollarga o'zingizlar javob topib yozasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.